Dostlar, eldimizde Köpel, Türkmen, Balxana. Həmməniz biləsə də bo'lima. Urgench, Yangiariq yo'llamız. Dostlar, bugünkü videorolikimiz Uyjanaqaga boshlandi. Balxanadan o'tasa Zekesh bor, Davdon. O'tgandan keyin chap tomonda yo'l bor o'rtoqlar. Ajoyib arzon narxda yer o'rin sotiladi. İkide yolu var dostlar. Transportta muamma yok. Bu birinci yol. İkinci yolumuz Musike Mektep yanından girseniz ham bo'ladi. Taxminan bir 700-800 metr içine girerse. Video ahırında narxını aytib o'tamiz. Zo'r narxda sotiladi o'rtoqlar. Türkmen mahallesi o'rtoqlar. Bir. Hudud, zona. Yani dostlar, metan zapravkanın yan başından giremiz. Ne şöyle? 800 metre içine giremiz ortaklar. Köpemez. Bu birinci yolumuz. Ulan iki şadan çıkmasın. Manzara karanlığı ortaklar. Taptaza hava. Cimcitkina. Tabiat. Urgench, Yangiariq yolu. Türkmenlik. Bağın taraf Musike Mektep ortaklar. Həmməniz biləsə də bo'lima. Görəcəm. İkide yol var dostlar. Malla gelseniz ham bo'ladi ya. Birinci yol. İkinci yol Musike tarafı yanından gelseniz ham bo'ladi. Arzon narxda dostlar yer o'rin sotiladi. Fundament sokul qilingan. Duppa doğru stur materialına kelib qurishni boshlayverasiz o'rtoqlar. Shuni hozir bir qator birgalikda ko'rib o'tamiz dostlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Dostlar, yaşadığımızdaki Xudo xolasa yer o'rin sotiladi. Assalomu alaykum. Yaxshimiz? Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Brat, asosiy gaz turba o'tgan ekan-a? Gazdan muammo yo'q, a? Gazdan muammo yo'q. Aholi odamlar yashab turibdi ekan-a? Hamma endi Mandam 10 tarafdan, iç chap tarafdan odamlar xalq yashab turibdi. pajani xot bo'lganda. Ha, bu pajani xot bo'ladi. Bana ham eldinde bir yan başta 4 metre, arkada 4 metre pajani xot. Razmeri gelib o'tsak Razmeri 240 kvadrat. Dokumentdan 240. Dokumentdan 240 fundament sokul bo'lgan, podushkalar etilgan, ikki etajdan massab solingan bu. Armaturlarım chiqib turibdi. Armaturlar chiqib turibdi. Mesela bir qator qisqa tushuntirib o'tsak, planirovkasini. Planirovkasi beri girgan yeri bo'ladi, dalani, lestnitsasi bor, banda zali, kuxnyasi, spalnisi. Bir dalan bo'ladi bunda. Bir dalan bo'ladi. Razmerini aytib o'tsak, примерно taxminan. Примерно 5'e 6 mı şundan olsa gerek. Dokumentlerde loyihasi chizilgan. Tushunarli. Banda? Dan zali bo'ladi. Zal. Aha. Biri kuxnyasi bo'ladi. Ava. Biri spalniy bo'ladi. Bir koridori, ana bu tualet banyasi bo'ladi. Zinani o'zi qo'yaveradi, xohlagan yerda. Atak sxema bo'yicha inshodan netilgan. Zina. Loyihasi bo'yicha ava. Arkasında bağım var ekan-a? Orqasida bog'i bor. Bog'i netilgan. Necha bog' bo'ladi? Biri bog' bo'ladi, tualetlari, garajlari quyilgan. Letin tualet. Ava. I garaj. Garaj, sokunli blokda atilgan garaj. Arkasından 4 metre, yan başından 4 metre pajani xoti bor. Arkasından yana 4 metre bor. Keng solingan ekan berang. Ava, keng qasalgan. Ava, dostlar. Pajani xodi. Pajani xoti. Bu yerda mena dostlar, pajani xod o'tgan. Acayip. Metre pajani xoti. Aha. Tipa uglovoyda narsa. Mena dostlar dokumenti. Dokumentlar. Ko'chirmasi bor. Ava, ko'chirmasi, shartnomasi, Evet. hamma dokumentlari tayyor yani. Mana dokumenti kerak. Doppa doğru notariusga borib, pulni sanab, ada o'tiraveradi. Oda o'tiraveradi. Unda loyihasi ham tuzilgan. Ha, shunday proyektda bo'ladi. Ava, shu proyektda bo'ladi. Chiroyli sanad ekan bu. Ava, bu yan başdaki narsa. Shunday hamma bir vajib yozilgan bu yerda. Mana nidan solinadi. Hisob. Unitazı nərsə nerə duradı loyihasi. Santimetre so'lang. Ava, santimetr nərsə yozilgan bu Ya yerda. dostlar, razmerlari. Razmerina vannası nerə duradı. Birinchi etaj, ikkinchi etaj ekan bu. Dilini durtdu hammasini. Düşünün. Dostlar, tayyor. Ko'ringlar. Proyekti bilan. Chizdirib o'tirmaydi. Ava, loyiha tayyor manda. dostlar. Bunda plastik narsa ham bor, если что. Pasporti. Pasportda yani plastik. Ya dostlar. Doğru, addan da ötədə doğru. Dostlar, dokumenti 100% tayyor. Ko'ringlar. Gazam elinden ötüp turibdi ya. Her bir ne yani fundamentin çelle buladı, nerenin çelle nagru hem özü yazılgan. So.
Proyektdə layihəsi çizilgan tayyor durubdu. Dostlar yine 240 kvadrat metr dokumentlerini gösterdik dostlar. Proyekti bilen köçürmeleri var eken. Dostlar yine bir qatar danışlar gösterip öttik. Общий kvadrat 240 dokumentlerini ana dostlar gördüğünüzde 200% tayyor dostlar. Stur materialına kelip kuruluşunu başa berberesi. Gaz ötüp tuttu dostlar asası yine. Köpler muhlislerim bizden soruydu. Narxınca son dediniz? Narxı 240 milyon dedim. Gelişi bu. Gəlişi bu. Variant da var mı? Yok, ilacı başa şu narx. Telefon numarayız Murat? 97 522 55 33. Ortada Jaipur посредник yok. Premo mülk egesinden çıkarsa dostlar. 240'tan gelişip veremiz dedi. Ya şimdi dostlar yer orun arzan nakta satıladı. Ekranda mülk egesinin nömrəsi yazı kaldırımız alıkaç verse. Like 3 yadan çıkmasın. Sağ salamat bollar. Пока.